Musulman bir toğanlar sizlerмен bazar xabar kanalı toğanlar. Ertemen tartqanda bugün düşten keyin saat 4 valyutani tartib ko'rsatam to'g'onlar. Finkabankda 1.04 ekan. 1000 rubling 1040 so'm bo'ladi ekan. Sotib olishing 1.15 dan ekan. Dollar 89, euro 99.50 ekan to'g'onlar. Dollar men euro tushib qattir ichine. Евразийский bankda da 1.04 ekan. 1.04 rubl. Alışın 9 ekan. Emi dollar 89 euro jo'q to'g'onlar. Javob asharni hozir aytib o'tayin. Like men qo'llab turg'ala. Ayol bank to'g'onlar. Bu yerda 1.02 ekan. 20 so'm bo'lgan 1000 rubl. Sotib olishim 1160 so'm. Tenge 17, euro 100, dollar 89. Bu yerda esa Eko İslam bankda dollar 89, euro 100, rubl 1.02 ekan. 1000 rubling 1020 so'm bo'lgan. Sotib olam desang 1200 so'm bo'lgan to'g'onlar. Shunday bugungi javob chiqardim to'g'onlar.